ABM Cloud kanaliga xush kelibsiz. Mening ismim Ikramova Diyora. Biz tez-tez yechimlarimiz va mahsulotlarimiz haqida gaplashamiz. Ammo ular haqidagi eng yaxshi hikoyalar har kuni foydalanadigan mijozlarimizning haqiqiy fikrlari. Shuning uchun men bugun bizning mijozimizni Tegen oziq-ovqat do'koniga mehmonga kirib o'tdim. Biz top menejer Valeriy Pak bilan ABM Loyalty dasturi joriy etilgandan keyin biznes qanday o'zgarayotgani haqida suhbatlashamiz. Valeriy, birinchi navbatda tomoshabinlarni sizning kompaniyangiz bilan tanishtirmoqchiman. Iltimos, Tegen tarmog'i nima qilayotganingiz va kompaniyaning asosiy vazifalari haqida bizga ma'lumot berib o'ting. Tegen do'konlar tarmog'i bu uyingiz yonidagi qulay do'konlar. Biz 1-iyun kuni 2006-yil tashkil etilganmiz. Bu birinchi do'konning ochilish sanasi edi. Biz nafaqat sotamiz, balki kolbasa, yarim tayyor mahsulotlar, go'sht, qandolat mahsulotlari, souslar, marinadlar, tayyor ovqat va non mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. Bizning vazifamiz mijozlarimizga yanada sifatli mahsulotlarni taqdim etish, ularning eng yaxshi tanlov qilishga yordam berish va yanada yaqinroq bo'lishdir. Ma'lum bo'lishicha, kelgusi yilda siz birinchi do'kon ochilgandan beri 20 yillikni nishonlaysiz, to'g'rimi? Ha, biz 2026-yilda 20 yoshda bo'lamiz va kompaniya 29 yoshda bo'ladi. Bu juda zo'r yubiley bo'lar ekan. Tegen kompaniyasi 29 yoshda bo'ladi va Tegen savdo do'konlari esa 20 yoshda bo'ladi. Valeriy, ishlab chiqarish sexlaringiz ham shu binoda joylashganmi? Ha, ishlab chiqarish bu yerda boshlangan. Keyin Yashnobod tumanidagi sanoat zonasiga ko'chib o'tdik. U yerda katta hudud va katta zavod bor. Umuman olganda, bizda bir nechta ishlab chiqarish sexlari va zavodlar mavjud. Dastlabki bu oziq-ovqat ishlab chiqarish edi. Lekin 2006-yilda bizning asoschilarimiz nima uchun faqat B2B va ishlab chiqarish bilan shug'ullanamiz, balki mijozlarga yaqinroq bo'lib, o'z brend do'konlarimizni ochishimiz mumkinligini aytib o'tishdi. Bugungi kunga kelib, biz nafaqat do'konlar, balki juda katta assortimentlarga ega do'konlarmiz. Bizda 7000 dan ortiq SKU assortimentiga ega do'konlarimiz bor. Bu albatta supermarket emas, balki ba'zi viloyat markazlari formatida. Masalan, Namanganda biz butun shaharda birinchi supermarketni ochdik. Bugungi kunga kelib bizda 33 ta do'konlar bor. 19 yil ichida 60 tacha do'kon ochdik. Bu yerda sinovlar, xatolar, ba'zi bir joyda foydasiz edik. Va bugungi kunga kelib bizda 33 ta do'kon bor. Bu juda qiziq. Rahmat. Endi biz kompaniyani biroz yaxshiroq bilib oldik. Keling, ABM Loyalty dasturi haqida gaplashaylik. Sadoqatni boshqarishning yangi tizimini izlashning asosiy sababi nima edi? Va yangi dastur bilan qanday vazifalarni hal qilishga intildingiz? Ha, rahmat Diyora. Aytmoqchimanki, 2013-yilda bizning kompaniyamiz allaqachon 7 yoshda va bizda 10 tacha do'kon bor edi. Va biz sodiqlik kartalari orqali chegirma tizimini joriy etishga qaror qilgan edik. U shunchaki chegirma berayotgan edi. Faqat keyinroq tushundikki, bu shunchaki chegirmalar faqat o'z qiymatini yo'qotgan kartalar edi. Birinchi navbatda mijozlar orasida. Biz mijozga yana nima taklif qilishimizni mumkinligini tushunishimiz kerak edi. Ya'ni uning xatti-harakatlarini, iste'molchi odatlarini va individual afzalliklarini tushunish kerak edi. Buning uchun bizda yetarli tahlil yo'q edi. Bu eski tizim ostida mavjud emas edi. Biz yangi, yanada rivojlangan yechimlarni topishga kerak deb qaror qabul qilgan edik. Va iste'molchilarning xulq-atvorini tadqiq qilish, ularning qandaydir tarzda manipulyatsiya qilish, individual bonuslar taklif qilish va hokazolarni qilishimiz kerak edi. Tushunarli, katta rahmat. Bu haqiqatdan ham juda muhim qadamdir. Davom etamiz. Menda savol bor edi. ABM Loyalty dasturi aniq nima e'tiboringizni tortdi? O'zingiz biznes maqsadlaringizga erishish uchun tizimning qaysi funksiyalari va xususiyatlarini eng foydali deb topdingiz? Avvalo, bu funksionallik.
Tizim o'zida CRM va marketing taklif vositalarini moslashuvchan mexanikasini birlashtirardi. Bu triggerlar, SMS xabarlar, bildirishnomalar, turli xil pochta ro'yxatlari, aksiyalar, fikr mulohazalar va tashrifdan keyin baholash. Yo'naltiruvchi tizim ham mavjud edi. Mijozlarning xatti-harakatlarini individual takliflar va bonuslar orqali boshqarish, ularning qaytishiga undash, rag'batlantirish va qiziqishni uyg'otish biz uchun juda ham muhim edi. Ma'lum bo'lishicha, biz ushbu tizim yordamida strategik vazifalarni ham hal qilgan edik va bu bizga katta yordam beradi. Yana bir savol, siz ABM Loyalty vositalaridan qaysi birini faol ishlatasiz va ular sizning jamoangiz ishini qanday osonlashtiradi? Biz mobil ilovadan, push xabarlardan va SMS xabarlardan faol foydalanamiz. Marketing jamoasi mijozlar guruhlarini o'z xohishlariga ko'ra segmentlashadi, individual bonuslar taqdim etishadi va ular aytganidek chumchuqlarni otish emas, balki mijozlarni qiziqtiradigan aniq va maqsadli takliflarni taqdim etish imkoniyatiga ega bo'ldi. Chunki ular buni baribir sotib olishadi. Misol uchun, biz hozir uzoq vaqt davomida do'konlarimizga tashrif buyurmagan, faol bo'lmagan mijozlar uchun bunday takliflarni faol foydalanmoqdamiz. Biz ularga bonuslar yuboramiz. Shunda ulardan foydalanishlari va shu bilan ularni do'konlarimizga tashrif buyurishiga undashimiz mumkin. Qiziqishni uyg'otyapsizlar. Bu ajoyib. Umuman olganda, sodiqlik dasturi yordam berayotganini eshitganimizdan xursandmiz. Bilasizmi, yangi tizimlarni o'rganish ko'pincha qiyin. Ayniqsa yangi interfeyslarga, yangi jarayonga ko'nikishingiz kerak bo'lganda. Bularning barchasi boshida biroz noaniq bo'lishi mumkin. Aytingchi, sizning xodimlaringiz yangi tizimni qanday qabul qilishdi? Interfeys va jarayonlarni o'zlashtirish oson bo'ldimi va ABM tomonidan o'quv taqdim etildimi? Biz uzoq vaqtdan beri mijozlarni tushunishga va mijozning portretini chizishga yordam beradigan bunday tizimni amalga oshirish g'oyasini ilgari surganimiz sababli bu juda uzoq vaqt talab etadi degan qo'rquvlar mavjud edi. Ammo ABM Cloud jamoasi bizga yordam berdi. Ular juda yaxshi tuzilgan tizimga ega. Siz bo'sh vaqtingizda o'qishingiz mumkin va har bir mavzuni o'tish uchun ba'zi testlar mavjud. Agar biror narsani tushunmagan bo'lsangiz, qaytadan o'qitib ketishaveradi. Ya'ni o'qitish va texnik qo'llab-quvvatlash darajasida. Agar biror savol tug'ilsa, biz har doim kompaniya bilan fikr mulohaza olishimiz mumkin edi. Xodimlar juda tez javob berishadi va o'qitish savodi juda yuqori. Shuning uchun ham tizimni tezda joriy qilishga muvaffaq bo'lgan edik. Bundan tashqari, tajribamiz va katta xohishimiz bor. Ehtimol bularning barchasi ijobiy natijaga olib kelgan va biz buni tezda amalga oshirdik. Demak, bunday qiyinchiliklar bo'lmagan. Yo'q, bunaqa qiyinchiliklar bo'lmagan. Aynan biz tomonda. Umuman olganda, biz xodimlar, chakana savdo rahbarlari o'rtasida bir nechta yig'ilishliklar o'tkazdik. Dasturning afzalligi nimada ekanligini tushuntirdik. Skriptlar yozdik, ko'rsatmalar yozdik va o'qitdik. ABM Cloud tomonidan o'qitish bo'yicha hammasi silliq va malakali o'tdi. Mijozlarga kelsak, ABM Loyalty mijozlar bilan aloqani yaxshilashishga qanday yordam beradi? Fikr mulohaza yoki sodiqlik uchun qanday vositalardan foydalanasiz yoki keyinchalik foydalanasizmi? Xo'sh, asosiy afzallik shundaki, biz endi mobil ilova orqali mijozlarimizga yaqinlashdik. Har bir mijoz qandaydir aksiyalarning o'tishi, yangiliklar haqida ma'lumot oladi, push bildirishnomalar oladi va hatto internetga yoki mobil ilovaga ulanish imkoniyati bo'lmasa ham, har doim SMS bildirishnomalarini olishi mumkin. Va eng muhimi, endi bu ma'lumotlar umumiy emas, balki individual bo'lishi mumkin. Ya'ni,
Mijoz bizning kompaniyamizda faqat o'z taklifi yoki bonusini olishi mumkin va shu bilan u shaxsiylashtirilgan ketayotganligini tushunadi va ishonch darajasi oshadi. Mana qanday vositalarni qabul qilamiz. U yerda juda ko'p asboblar bor. Tizim arsenalidagi narsalarning yarmini ham ishlatishga ulgurmadik. Ya'ni hozirda biz afzalliklar bo'yicha guruhlar kesimida shaxsiy takliflardan faol foydalanayotgan boshladik. Masalan, biz hozirda tovarlar guruhlari kesimida tovarlarni afzal ko'radigan xaridorlar uchun aksiyalar taklif qilishni etmoqdamiz. Ya'ni biz guruhlar tuzamiz va ularni xarid tarixidagi xohishlarga ko'ra ajratamiz. Agar odamlar mahsulotlarni, masalan, kolbasa mahsulotlarini sotib olishsa, biz ularga bu mahsulotlarga qandaydir bonus yoki chegirmalar taklif qilishimiz mumkin. Skidkalar. Ha, Juda qiziq, Valeriy. Mijozlaringiz mobil ilovadan qanchalik tez foydalanadilar? Ularga nimasi yoqadi va nimasi qiyinchilik tug'dirishi mumkin? oy sayin ko'proq mijozlarimiz ulanmoqda. Ularning taxminan yarmi faol qismidir. Odamlar bizning takliflarimizga faol va tobora ko'proq javob berishmoqda. Biz hozir shunday strategiyani mexanikasini sinovdan o'tkazyapmiz. Biz yonuvchi bonuslarni hisoblaymiz va bu juda yaxshi ishlashni boshladi. Biz nima uchun bonuslar yechib olinadi degan fikr mulohazalarni tobora ko'proq olmoqdamiz. Biz bu bonuslarning muddati borligini, ular o'z vaqtida sarflash kerakligini tushuntirmoqdamiz. Mana shu narsa ularning bizga qaytishiga undaydi. Qiyinchiliklarga kelsak, ular faqat kassada, mijozda yoki bizning kassamizda internet bo'lmagan paytda yuzaga kelishi mumkin. Ba'zan texnik uzilishlar bo'lib turadi va bu paytda ular ba'zi bonuslarni yechib olmasliklari mumkin. Ammo hisob-kitob xaridlardan kelib chiqadi. Shunday qilib, internet qaytgandan so'ng ular har doim balansni ko'rishi mumkin. Barcha xaridlarni ilova orqali, kabinet orqali, umuman olganda barcha xaridlar tarixini ko'rishlari mumkin. Yana statuslarimiz bor. Ularni xaridlar hajmidan olish mumkin. Ya'ni ma'lum bir summaga xarid qilish kerak bo'lgan va cashback foizi oshishi bilan qo'shimcha cashbacklar bilan ma'lum bir maqomga ega bo'ladi. Bonuslar qancha muddatdan keyin bekor qilinadi? Ha, bizda ham hamkasblarimizda ham shunday shart bor. Bizda yil tugagach bonuslar yonib ketadi. Agar mijoz yil davomida to'plangan bonuslarni sarflamagan bo'lsa, ular yonib ketadi. Biz ham tushunamizki, ehtimol bu mijoz endi yurmaydi yoki bizning aytaylik o'lik jonlarimizning bu tizimda foydalanmaydi. Shuning uchun bizda ham bunday tizim ulangan. Har holda mijozlarning ehtiyojlarini hisobga olish muhim. Sodiqlik dasturi ishga tushirilgandan keyin mijozlarning xatti-harakatlarida o'zgarishlarni sezganmisiz? Masalan, tez xarid qilishadimi? Mobil ilovadan faolroq foydalanishadimi? Yoki xarid qilish uchun takroran qaytib kelishadimi? Shulardan birortasi bormi? Ha, mijozlarimiz ilovadan tobora ko'proq foydalanishni boshlashdilar. Natijalarida ko'rishimiz mumkinki, har oyda faol foydalanuvchilar guruhi ortib bormoqda. Ularni xarid qilish ko'paymoqda. Biz bunday statistikani bir necha bor o'lchadik va ulangan mijozlarimizning o'rtacha cheki 80% dan ko'proq yuqori ekanligini ko'rdik. Ya'ni ulanmagan mijozlarimizning o'rtacha chekidan oshadi. Aslida bu tizim o'rtacha chekni oshirishga yordam beradi. Xaridorlar uchun bu tizimdan foydalanish qayta foydali. Bu bizni faqat quvontiradi. Valeriy, aytingchi, tizim joriy etilgandan so'ng biznesni qanday natijalarni ko'ryapsiz? Hozirdanoq sodiqlik tizimimiz faol foydalanuvchilarning o'sishini qayd etilmoqda. Bu ulangan va faol foydalanuvchilarning 20% dan ortig'idir. Odamlar tobora ko'proq foydalana boshlashdilar va ular bizning takliflarimizga qiziqishmoqda. Ular bizning aksiyalarimizni ko'rishmoqda. Umumiy emas, balki
individual takliflar bo'lsa, yanada qiziqarliroq bo'ladi. Aynan shu tizimni tanlaganimiz to'g'ri qaror bo'ldi. O'ylaymanki, tomoshabinlarimizga kompaniyangiz sodiqlik dasturini rivojlantirish uchun kelgusida nima qilishni rejalashtirayotganingiz, shuningdek, buning uchun ABM Loyalty qanday funksiyalaridan foydalanishingiz qiziq bo'ladi. Biz mijozlarimiz bilan aloqalar, o'yin mexanikalari, maqsadlar, maqomlar, cashback xizmatlarini yanada moslashtirmoqchimiz. Shuningdek, biz do'konlarimizdagi xizmat ko'rsatish sifatini baholash, fikr-mulohazalar va istaklarni to'plash uchun NPS dan foydalanamiz. Kelgusida ham bu xaridorlarimiz bilan yanada ko'proq, yaqinroq muloqot qilish uchun asosiy kanal bo'lishiga umid qilamiz va ishonamiz. Valeriy, juda qiziq. Va nihoyat, sodiqlik tizimini joriy etishni rejalashtirayotgan kompaniyalarga qanday maslahat bergan bo'lardingiz? To'g'ri vositani tanlash ularning biznesiga qanday ta'sir qilishi mumkin? Yangi tizimlardan foydalanishdan qo'rqmang. Kartalar va shunchaki chegirmalar bu allaqachon o'tgan asr. Mijozlar shaxsiylashtirilgan e'tiborni his qilish qulaylikni kutishadi. To'g'ri tanlangan mexanika, sodiqlik tizimi savdo hajmini oshiradi. Biz buni tekshirib ko'rdik. U kompaniya imidji va ishonchini oshiradi. Asboblar juda ko'p. ABM Loyalty'da juda ko'p qo'shimcha qurilmalar va vositalarni shakllantirish, dasturlar va sozlash imkoniyatlari mavjud bo'lib, ular mijozlarning faolligini oshirish, qaytib kelish va sodiqlikka erishish uchun xizmat qiladi. Katta rahmat Valeriy. Ishtirokingiz uchun alohida rahmat. ABM Loyalty tizimimiz real sharoitlarda qanday ishlashi haqida shaxsan o'zingizdan tajribangizni eshitish juda qiziqarli bo'ldi. Ha, sizga ham rahmat Diyora. Umid qilamanki, bizning tajribamiz chakana sotuvchi hamkasblarimizga yordam beradi. Yaxshi qoling. Rahmat, sizdan ham yangi xushxabarlar kutib qolamiz. Rahmat. Do'stlar, bu video sizga yoqdimi? Qaysi lahzalar siz uchun foydaliroq bo'lganini izohlarda yozib qoldiring. Shuningdek, yanada qiziqarli videolar va foydali roliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Agar Tegen sodiqlik dasturini sinab ko'rmoqchi bo'lsangiz, albatta ularning do'koniga tashrif buyuring. Ko'rishguncha